Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum. Shavkat aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Bugungi ajoyib kuningiz payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan sizni bezovta qilyapmiz. Akajon, sizning nomingizga tabriknoma, rahmatnoma kelib tushgan. Qaysi bir yaqinlaringiz nomidan bo'lishi mumkin? Kim deb o'ylaysiz? Bilmem yaqinlarim kim? Taxmin qilib ko'ring-chi. Jonajon jigarlaringiz nomidan. Singillaringiz, dadajon, onajon, jiyanlar barcha nomidan xursand qilmoqchimiz. Lekin bizga aloqaga chiqqan jonajon, jiyaningiz, jigaringiz ekanlar, Shohruzjon nomlaridan xursand qilmoqchimiz. Shohruzmi? Aha. O'zlari shunaqangi daftarga chiroyli qilib yozganlar, bizga suratga olib tashlaganlar. Shuni Allohim qodir qilgancha sizga yetkazib bersak maylimi? Mayli. Rahmat, baraka toping. Joningiz omon bo'lsin. Mani mehribon, qadrli tog'ajonim. Bugun sizni tabriklar ekanman. Qalbimda bir gapni qayta aytgim keladi. Har kimni suyangan tog'i, qiblagohi bo'lishini xohlaydi. Mani suyangan tog'im o'zingizsiz. Menga ham tog'alik qilgan, ham otalik qilgan mani qalqonimsiz. Tog'ajon, siz faqat menga tog'a emassiz, bilasiz. Balki hayotda qo'llab-quvvatlagan, yo'limga nur bergan. Qachon yiqilsam qo'limdan ushlagan mani mehribonimsiz. Sizni har bir gapingiz, har bir maslahatingiz menga beradi kuch, menga sabot, sabr, matonat beradi. Bugun shuning uchun yurakdan aytmoqchiman, rahmat hammasi uchun tog'ajonim. Allohim meni shu qadar yaxshi ko'rar ekan, sizdek tog'ani menga bergan. Menga bergan tarbiyangiz, mehringiz, suyanganimda yonimda turganingiz uchun sizdan ming rahmat. Alloh umringizni uzun qilsin. Sog'lik, fayzu baraka, rohat, farog'at hech qachon tark etmasin. Allohim nasib etsa, o'sha kunlar kelsa holi hammasi yaxshi bo'ladi jonim tog'am, ishonchingizni oqlayman. Siz o'ylagandan-da ortiqroq yigit bo'lishga, sizni ko'zingizni quvontirishga va'da beraman. Agar sizni ba'zida yoshlik qilib xafa qilgan bo'lsam, uzr so'rayman tog'ajonim. Yuragim bilan sizni yaxshi ko'raman, deyaptilar. Shavkat aka, xursandmisiz? Молодец, yo'q. Xursandman. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Jonajon, jigaringizga, jiyaningizga qanaqangi so'zlaringiz bor? Bizdan kutib oldim. Katta yigit bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Bitta chiroyli she'rlari ham bor ekan. Bu aynan siz uchun. Jonimga do'st qadrdon, ko'rmasam ko'ngil vayron. Tabarrukdan inson, himmatimsiz tog'ajon. Jigarlarga kerak bo'lsa dard topganim, to'rt tomonga chopganim, bu dunyodan topganim, himmatimsiz tog'ajon. Sizsiz yurakmas, sizsiz tilakmas. Bizga, ayniqsa menga kelajakda jannat kerakmas. Jannatimsiz tog'ajon, deyaptilar. Shavkat aka, ovoz eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Yo'q. Akajon, ilohim Shohruzjonni baxtlariga doim sog' bo'ling. Bu kishini yaxshi kunlarini ko'rib yurish nasib etsin. Bugungi kunni ajoyib o'tkazib oling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Birthday to you.